Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli inson afsuski bugun tongda ayanchli avtohalokatga uchradi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Samarqandda PPS xodimlari inspektori xizmat mashinasida Damas bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir qildi. Holat yuzasidan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, hodisa 9-oktyabr kuni soat 14:15 larda Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'lida sodir bo'lgan. Unda Ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni inspektori boshqaruvida bo'lgan Nexia 3 rusumli xizmat mashinasi Damas avtomobilining orqa tomoniga kelib urilgan. Natijada Damas oldinda turgan boshqa bir Damasga hamda Lacetti'ga to'qnashib ketgan. Yo'l transport hodisasi natijasida inspektor va Damas haydovchisiga tibbiy yordam ko'rsatilib, javob berilgan. Hozirda holat yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Urganch shahrida yo'l-patrul xizmati inspektori tomonidan Cobalt'ning oldi oynasi sindirilgani tasvirlari bo'yicha rasmiy munosabat berilgandi, deyiladi xabarda.